Assalomu alaykum hammaga. Uzun marketda nima uchun savdoni boshlash kerak? Oldin kanalimizga like tugmasini bosib qo'yib va podpiska bo'lib qo'yishni unutmanglar, keyingi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. Nega aynan hozirgi paytda ko'p tadbirkorlar do'kon emas, uzun marketda savdoni boshlashyapti? Sotuvchi reklama juda katta xarajatlar kerak, lekin uzun marketda telefon va mahsulot bo'lsa kifoya qiladi. Eng katta sabab tayyor mijozlar bazasi hisoblanadi. Har kuni minglab odamlar uzun market platformasiga kirib, millionlab tovar zakaz qilishadi. Siz esa shunchaki tovar joylashtirib, millionlab shu oqimda foyda olishingiz mumkin. Ikkinchisi, logistika va to'lov xizmatlari tayyor. Siz mahsulot topshirasiz, Uzum esa yetkazib beradi va pulni qabul qiladi va savdoni ko'rsatadi. Uchinchi sabab, tez o'sish imkoniyati beradi. Oddiy telefon orqali ham. Ko'pchilik top-sellerlar oyiga millionlab savdo qilishadi. Agar siz ham onlayn savdoda ishlamoqchi bo'lsangiz, eng oson va tez yo'li Uzun market. Agar siz Uzun marketda noldan savdoni boshlamoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Bu yerda chunki sellerlar uchun real tajribalarimni bo'lishib boraman. Va video foydali bo'lgan bo'lsa, endi Uzun marketni boshlamoqchi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'yishni unutmang.